qilmadi. Vaziyatni o'zingizlar ko'rdinglar. Avtor haydovchisi haydovchilik madaniyatini yo'lga qo'ygan holatda yuk avtomobilga yo'l berish uchun oldindan sekinlashib kelib to'xtadilar. Orqadagi transport vositasi taxminan 2-3 sekund orada kelib urilyapti. Endi bu yerda katta ehtimol bilan orqadagi haydovchi qilishligi mumkin. Bu yerda vaziyat o'rganiladi, holat o'rganiladi, undan keyin qaror qabul qilinadi. Lekin men bu yerda gapirmoqchi bo'lgan gapim, ko'chada ko'rib qolamiz ko'p holatlarda orqadagi transport vositalarini hisobga olmagan holatda keskin tormoz beradiganlar ham bor. Kimgadir yo'l bermoqchi bo'lib, piyodagami, balki transportchilargami, iltimos qilaman, hurmatli haydovchi, to'g'ri, ko'chada haydovchilik madaniyatini yo'lga qo'yganimiz yaxshi, qo'yamiz ham. Lekin boshqalarni ham hisobga olinglar. Orqadan bir tez kelayotgan bo'lishi mumkin, yaqin kelayotgan bo'lishi, orqa masofa kamroq bo'lishi mumkin, yo'l berish kerak bo'lmagan holatda bo'lishi mumkin o'tdi. Shuni hisobga olib, ana undan keyin chora ko'rib vaziyatni harakatini qilinglar. Tushundinglar? Iltimos qilardim, yo'l harakati qoidalariga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.